Qanaqa bugun bo'ti o'zi maktabga ham kech qolman kechuvdim ham eslarimda sizlar otim Kambodiyaga jimga xush kelibsizlar. Qornim juda ham ochib ketdi. Mana zavtr qilmagan o'shan uchun qo'limda burger turibdi. Ketdim shancha tezroq sinfda dars 7:30da boshlanadi. Men 7:40da o'rnimdan turdim. Shuning uchun do'stlar o'zim bilan zavtr qilishga oldim. Davay endi tezroq sinfga kirishim kerak. Yana o'qituvchim meni вообще g'alatiroq juda ham urishadi kech qolsam shuning uchun tezroq bo'lishim kerak do'stlar. Davay ochamiz tezroq bo'lish kerak. Oy, to'xtang. Nima qilyapsiz bu yerda? Hamma o'quvchi edim, prosta kechayotganimda. Ha, bo'ldi bo'lmasam ketiring darsiga. Ha, ikkinchi qavatda 5-kabinetda. Mana bo'pti, sizda yoningizda ovqat yo'qmi? Chunki ovqat olib kirish mumkin emas-da o'sha. Yo'q, qanaqa ovqat yo'q? Menda ovqat yo'q interimda. Bo'pti, qarang-da. Do'stlar, qanaqa ovqat mumkin emas? Qachondan bu ovqat mumkin emas bo'lib qoldi? Men qornim juda ham ochib ketdi. Oxir tezroq sinfga chiqishim kerak. Mamni qaranglar, kim olib keldi buni o'zi maktabga. Davay 5-kabinet qayerda edi? Birinchi marta kirishim o'zi bu kabinetga, ikkinchi qavatda. O'qituvchim men kechirdim. Mana mashinada kapot, mana qanaqa o'qituvchi endi bizani ovqat muammo yo'qligini tekshiryapti. Ovqat yeyish mumkin emas ekan endi bizga. Nima ovqat yeyish mumkin emas? Axir men zavtr qilishim kerak-ku, o'zimni olib ketyaptim. Kech turganimda savtirkam qilib qo'rdim juda ham och. Kapot, hamma qishloqlar qorni och, men ham qorni och. Kimdir pizza olib kelgan, kimdir makaron olib kelgan, kimdir burger, hot-dog olib kelgan. Bu emas ekan, o'qituvchi olib qo'yyapti bularni, axlatga tashlayapti. Tashlamasa yo'q bo'ladi kapot. Oppa, mametta kim keldi? Men Kompot edim. Yoningda ovqat yo'qmi? Seni tekshirib ko'rish kerak deb prosta ovqat mumkin emas olib kirish. Nimaga mumkin emas o'zi ovqat olib kirish? Prosta sinfda sasvotdi, o'shancha mumkin emas. Yo'q, menda mayli burgerim bor edi, mana tashlab bo'lmasa axlatga. Mana shu tez yeb olsam bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas, men-ku yeyishni qorni yo'q qoladi. Hojatga so'raysan, keyin baribir nima больницаga so'raysan, qornim og'riyapti deb. Davay tashlab olma axlatga, mumkin emas ovqat yeyish. Mashqa qilyapman. Bo'pti, xayr, meni burgerim bo'ldi. Sinfga o'tsam bo'ladi oxirgi partaga. Obbo, nima qilaman? Qornim och-ku juda ham endi. Shunaqa ham o'qituvchi bo'lasizmi? Ey, nima deyapsan? Eshitma deganim yo'q. Ana bo'ldi, o'tirib oldim. Bo'lmasa men hammalarni tekshirib chiqdim, bo'ldi. Bu sinfga hamma ovqatsiz kiribdi. Ertaga ham har kuni shunaqa bo'lsin. Ey, o'qituvchi, qornimiz och-ku, to'ppa-to'g'ri kapor. Bizning qornimiz juda ham ochib ketgan. Ovqatimizni olib qo'ying. Axlatga tashlaverdi, isrof qilib. Shu qishloqqa gapirmaylar, bo'ldi. Bo'lmasa, вообще uyda yeb kelinglar, bo'ldi. Maktabda ham yeyish mumkin emas. Kirishda, chiqishda faqat uyda yeyish mumkin. Bugun yana 7 ta dars emas, atigi 5 ta dars bo'ladi. Ko'p darslar bo'lmaydi. Mayli o'qituvchi. Bo'ldi, hozir sizlarga darslarni tushuntiraman, keyin o'zi yana ishlarga chiqsa bo'ladi. Hojatxonaga ham chiqsasizlar, chunki o'sha mumkin emas stolovkaga. Oshxona o'sha yopiq ta'minlashyapti. Nima? Oshxona yopiq ta'minlashyapti? Qanaqa qilib men hozir chiqib ovqatlanaman desam, nimaga yopib qo'yishdi? Kapot, shuni yopib qo'yishdi, ta'minlashayotgan ekan. Ha, oshxonani ta'minlashyapti. O'shaning uchun chiqish mumkin emas u yoqqa. Hozir sizlarga darslarni aytaman. Birinchi dars bo'lmasa, literatura bo'ladi. Ha, o'qituvchi men hojatxonaga chiqib kelsam bo'ladimi? Hojatxonaga mayli kompot chiqib kelgan. Obbo, mayli o'qituvchi yomon qilibsizlar-da, lekin oshxonani yopib qo'yib yana ta'minlashga bo'pti. Hozir kelaman. Obbo, do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Hozir stolga chiqib oshxonaga chiqib maza qilib bulchkali yeyman desam, o'tni ham yopib qo'yishibdi. Nima ta'minlashga yopib qo'yishibdi. Bugun nima qilaman? 5 darsda qornim juda ham ochib ketgan axir mana. Nima qilaman? Maktabda hozir bu yerda ish mumkin emas, sinfda ish mumkin emas. Nimadir o'ylab topaman-da endi. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ustoz menga aytdiki, birinchi dars literatura bo'lar ekan. O'shaning uchun bitta zo'r usul bor, ovqat olib kirish ekan. Ustoz, assalomu alaykum. Men darsga kelyapman. Ha, qani bitta tekshirib ko'raychi, sani popkani balkim ovqat bordir sanda. Nima? Mendami? Yo'q, menda ovqat bo'lmaydi-ku. Axir hozir tekshirib ko'ramiz deb buni bu yerda ovqat ko'rmayapman. Mayli sinfga kirsam bo'ladi. Bo'pti ustoz, men ketdim literatura darsiga. Yaxshi bilib qolmadi do'stlar. Men
kitob ichida men o'qib kiraman. Kitobda menda hech narsa yozilmagan, lekin ichida xuddi bor ko'ryapsizlarmi kitobim ichida. Ana bo'ldi, sekin endi hech narsa yozilmagan kitobda bu xuddi hozir oson bo'ladi kitob o'qitib chiqarayotganda. Xo'p, bo'lmasa literatura darsimizni boshlaymiz. Qo'ng'iroq ham chaldi. Bugun biz bitta-bittadan o'qiymiz. Birinchi bo'lib kompot o'qiymiz. Davay kompot 63-betda ochib o'qigan. Nima o'qiganman? O'qituvchi balkim mammas qani o'qiyman yozilmagan oxirgi kitobimda. Bu do'stlar hozir bilib qo'yadi-ku. Ha, kompot o'qiy qolmasa senga aytaman-ku axir. Qani mana o'qiman. Tushunmadim. Kitobning ishni yozilmagan. To'xta kompot. Nima bu ovqatmi? Ovqat olib kiryaptimi men darsimga? Yo'q, olib kirmayman ustoz. Bo'ldi do'stlar, men qochib ketdim. Bu usulim o'xshamadi. Keyingi darsga boramiz, o'shanda olib kiraman. Birinchi usulim meni o'xshamadi. Ikkinchi usulim do'stlar, men oddiy olib kiraman. Chunki rasm chizish darsi. O'qituvchi salom, kompot, oldingi darsda ovqat olib kirmoqchi edingmi? O'shaning uchun yana tekshirib ko'raman seni. Rasm chizish darsiga olib kirmayapsanmi? Olib kiraman mana. Hali sen bekitmayapsanmi ovqat olib kirayotganingni? Qani davartash oxiratgacha. Yo'q, siz aytdingiz-ku axir rasm chizish darsi, to'g'rimi? O'shani narsa olib ketish uchun dedingiz, to'g'rimi? Ha, men aytgan edim, rasm chizish uchun narsalar olib kelinglar deb hammaga demaysam, burger olib kelsam, men chizish uchun to'ppa-to'g'ri ustoz, men chizish uchun burger olib kelaman. Qarang, shuncha sizniki ortda degan qornim juda ham ochib ketgan. Qachab siz buni bu hafta qalagin bitta dona ishlasanglar bo'lishini bilasan-a? Ha, bilaman ustoz. Mayli, albatta ishlamayman, ko'z qaramayotganingizda. Kompot qarama. Qarayotganing yo'q qishloqqa. Kompot, davay bo'lmasa boshla chizishi burgeringni. Bo'ldi, men qo'yib olamiz, yaxshilab qaraymiz. Men juda ham obbo, kistechkalarim esidan chiqib qopti-yu. Bora olib kelsan, yana tekshiraman ovqatga qaraydi, olib kelsan ovqatlarni. Bo'pti, kistechka esidan chiqib qopti. Obbo do'stlar, rostdan ham kistechka esidan chiqib qopti bo'yash uchun. Hozir men tezroq olib kelay, burgerimni mazza qilib yeyman. Ketdim qanida. Kompot qanaqadir g'alati burger olib keldim. Axir bunga esa bo'ladi-ku, qanaqadir xunukroq. Men unga almashtirib qo'yaman chiroyliroq burgerga. Mana, plastikli burger-ku, lekin chiroyliroq, zo'rroq chizadi endi buni plastikli burger. Ana bo'ldi. Men endi kistechkalarni olib kelaman. Ustoz, mana men kistechkalar olib kelaman, boshqa hech narsa olib kelayotganim yo'q. Qani, o'g'irlikchi bo'lmasam, popkenni ishni yo'maydi tarda. Bo'ldi, o'tirolmasa, sen hech narsa yo'q ekan. Ana endi boshlaymiz. Men juda ham zo'r burger. Davay, so'z qarayaptimi? Ustozga vashi farqi yo'q ekan. Xo'p, mana men xudojnikman-ku, axir bunaqa qarash kerak. Bundoq qarash kerak. Bu yoqqa burger formasini chizamiz. Sekin aychim nima bo'ldi obbo? Aychim nima bo'ldi? Tushunmadim do'stlar. Qanaqadir plastikga o'rganga o'xshaydi. Mayli, keyingi darsga o'tamiz. Kompot, yaxshimi? Sen nimaga plastikli burger ishlaysan? Doktorga bording. Nimaga unaqa qilarding? Chin yorib qoldi-ku, axir chin yaxshimi hozir? Yaxshi, asincha o'rib aytishim. Qani ko'raychi, ishni olib kirmayapsanmi? Yo'q, hech narsa olib kirmayapsan. Bo'lmasa kiraver kitob. To'xta, kitobning qanaqadir g'alati ekanmi? Saro ekan-a? Yo'q, g'alati emas. Nimaga g'alati? Oddiy kitobda. Bo'pti, kiraver. Davay kiramiz. Bo'lmasa, darsni boshlaymiz do'stlar. Prosta juda ham qaraylar, juda ham zo'r bo'ladi bugun. Mametta yeydigan narsalar do'stlar, mama qalam, shirin trubochka, zo'r narsalar do'stlar. Amami kitob, вообще zo'r pirog limonli. Hozir mamba o'chirg'ich, bu konfet juda ham zo'r. Qani yeymiz endi buni. Davay boshimizni qishloqning orqasiga bekitamiz, o'qituvchi ko'rmasligi uchun. Sekin, kompot, senda qalam bo'lmaydi, bu qalam kerak endi. Yo'q, qishloqqa bor, qaramagin menga, yo'q, qalam yo'q menda. Ko'rib turaman, kompot, mana qo'lingda qalam turibdi-ku axir. Bu qalam emas, menga qaramagan. Kompot, ishda kompyuterda dars bergan, nimaga unaqa qizg'anchiq bo'lsan? Qishloqqa iltimos menga qaramagin, bu qalam emas, bu bunaqa ishga
Nimaga qaramiysan? Sen bu qog'ozga oxir jinob qolding aqlingdan ozmaysan. Nima bo'lyapti o'tda? Nima qilsan? Kompot, qishloqqa nima qilsan bo'tda? Va kitobga imzo mazza. Voy mazza. Tushunmadim kompot. Sen hozir kitob yedingmi? No-da, kitob yeyman. Endi qornim juda ham ochib ketdi. Tez doktorga bor. Xo'p, bu doktor yomon menga ukol qildi. Do'stlar, shunaqa ham bo'ladimi? Kitob masidi-ku, axir u haqiqiy mayli keyingi dars kiramizda bu ham bekitmayman. Kompot, yaxshimisan qo'lidan kelgan nimaga kitob yeysan? Tushunmadim. Meni qalam yeyin deb eshitdim. Mayli keyingi darsga qani yana tekshirib ko'raychi, ovqat bormi sanda yo'qmi? Mana tekshirib ko'ring. To'xta, burger bor-ku axir bo'tda. Qanaqa dars edi hozir? Biologiya. Bugun biz eksperiment qo'yamiz. Gullaga burger olib kelsan. Mana burger ichida salat barglari bor-ku, mashinga eksperiment qilamiz. Ichida kotleti bor. Bu go'sht. Bunga ham eksperiment qilamiz. Ay, obbo, nimaga unaqasan kompot? Mayli, kiraversani tushundim men. Qaragin, lekin qarab turaman sana. Mayli o'qituvchi, yo'q, hech nima o'ylamang, prosta bo'lmasa biz sizlar bilan biologiya darsiga o'qish kelyapsizlar. Qo'ng'iroqchali darsimizni boshlaymiz. Eksperiment qo'yamiz bugun gullaga. Bugun biz eng xavfli yat qo'yamiz bullaga. Qani bo'lmasam boshlaymiz. To'xta, kompot. Nima? Sendan boshlaymiz. Davay bo'lmasa yadda seni burgeningga qo'rib. O'quvchilar hammalar qaranglar, eng qiziq hozir bo'ladi, eng qiziq narsa davay salat barglariga. Obbo, mana bo'ldi, quydim. Hech narsa bo'lmadi. Mayli, davay endi gullaga quyib ko'ramiz. Hech narsa bo'lmadi burgerga. Tushunmadi. Obbo, burgerga hech narsa bo'lmadi, lekin qornimga bo'ladi-ku, o'xshamadi bu usulam. Nimaga yat quydi o'zi? Juda ham qornim ochib ketdi, lekin to'g'risini aytaman do'stlar, oxirgi dars. Mana oxirgi dars bugun men ovqat olib kiraman. Mana bugun men geografiya darsi ovqat olib kiraman. Kompot olib kiraman, bunaqa o'qimas ovqat olib kirish. Qishloq hali ko'ramiz-da, ovqat olib kirmasligimni o'xshaydi. Bu 100% o'xshaydi bu usul. Qani ketdi endi. Kompot, salom. Yana bitta tekshirib ko'raysan ovqatlarga qani. Ko'rmayapman senda ovqat inventaringda ham faqat globus. Globus olib keldingmi? Mana globus olib keldim men. Geografiya darsi-ku axir. Mana qani ko'rib chiqsam bo'ladimi? Tushunarli. Oddiy globus. Bo'lmasa kiraver kompot geografiya darsiga. Albatta do'stlar, endi kiramiz, globusimizni olamiz. Qani endi zo'r bo'ladi. Davay bo'lmasa geografiya darsimizni boshlaymiz. Qani menga Afrikani topib beringlarchi. Afrika qaniydi tushunmayapman. Mana tarafdami deydi. Davay o'jamiz ichida burger olamiz. Men topdim ustoz Afrikani. Menga qiziqmas. Davay endi burger. Davay Voy, mazza qildim. Namji zo'r burger. Kompot, sen topdingmi Afrikani? Hozir men topdim. Qani bo'lmasa, mana shu taraflarda Afrika. Juda ham to'g'ri kompot. 5 baho senga topding. 5 baho oldim. Ura. Namji xursandsan bugun kompot. Kayfiyatim juda ham zo'r. Bugun juda ham mazza qildim bugun. Yaxshi kompot bo'lmasam. Ana bo'ldi. Darslar ham tugadimi deyman-da. Hozir mazza qilib yeb oldim. Endi uyga borsam ham bo'ladi. Uyda ham mazza qilib yeyman endi. Bo'ldi. Endi mening qornim to'ydi. Rostram kayfiyatim juda ham zo'r. Ichida yana napitkalar bor-ku, mayli keyinroqga qoldiramiz napitkalarni. Qornim hozir mana to'ydi. Ichida yana ikkita konfeta bor. Mayli do'stlar, men xayrlashim kerak. Bugun sizlarga men 5 ta usul ko'rsatdim maktabga ovqat olib kirish uchun. Like bosish, chiqmasa kimga qaysi usul yoqdi yozib qoldiringlar komment.